Assalomu alaykum. Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz xodimlaringizdan haqiqiy raqobatbardosh jamoa qurmoqchisiz va bu bo'yicha muhim qadam qo'yganingiz bilan tabriklayman. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, xodimlarni boshqarish sohasida 17 yildan oshiq tajribaga ega ekspertman. Hozirgi kunda Uzinfocom IT kompaniyasida strategik direktorman. Faoliyatim mobaynida 10 dan ortiq kompaniyalarda HR direktor va rahbar sifatida ishlaganman. Deyarli har doim jamoalarni yangitdan qurganman va to'g'ri boshqaruv strategiyalarini yo'lga qo'yganman. Shu kungacha 500 dan ortiq tadbirkor va rahbarlarni xodimlarni to'g'ri boshqarishga o'rgatganman va 5000 dan ortiq insonlarga trening o'tganman. Agar siz jamoa yaxshi ishlamasa, yaxshi xodimlarni qayerdan qidirishi va ular bilan qanaqa suhbat olib borishni bilmasangiz, agar yarim oy o'tmasdan xodimlarning motivatsiyasi so'nib qolsa, muhtis davdala, yolg'on, g'iybat, o'g'irliklar, jamoa kengaygan sari qanaqa boshqarishni bilmasangiz, yangi g'oyalarni tatbiq qilaman desangiz, xodimlarni qarshiligiga uchrasangiz, yaxshi xodimlarni faqat oyligini ko'tarish orqali ushlab qo'ygan bo'lsangiz, xodimlarni urib so'kib asabiylashib boshqarishdan charchagan bo'lsangiz, eng kuchli brendlarga o'xshab kuchli va sog'lom jamoa qurishni xohlayotgan bo'lsangiz, bu marafon siz uchun eng ilk va muhim bo'lgan qadam. Marafonimizda onlayn darslar, jonli darslar va vazifalar berish orqali kuchli jamoa qurishning eng asosiy qadamlarini ko'rib chiqamiz. Marafonda bizda korporativ madaniyat sizni qiynayotgan qaysi muammolarga yechim bo'lishi haqida, xodimlarni qidirishi eng asosiy qadamlari haqida, ularni ushlab qolish sirlari va moslashtirish qadamlari haqida gaplashamiz. Va bundan tashqari xodimlaringiz energiya bilan ishlashi uchun motivatsiya va boshqaruv usullari haqida gaplashamiz. Marafonimiz 199 ming so'm. Lekin aslida siz oladigan ilmingiz bundan 10 karra qimmatliroq. Meni missiyam bu marafondan bo'lgan maqsadim ko'proq tadbirkorlarga boshqaruvning samarali usullari bilan bo'lishish va bu orqali milliy biznesni rivojlantirish. Urib so'kib boshqarish davri tugadi. Endi navbat raqobatbardosh, kuchli jamoa qurishga va inson qadrini birinchi o'ringa qo'yishga. Marafonda ishtirok etish uchun pastiga ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz, ismi sharifingizni va telefon raqamingizni qoldirasiz va atigi 199 ming so'm ko'rsatilgan karta raqamlariga o'tkazasiz. Bundan so'ng to'lov cheklarini yuklang degan joyda yuklaysiz va marafon ishtirokchisiga aylanasiz. Bunaqasi hali bo'lmagan.